nima qilyapsan? Shu o'tinlar tartibga solyapman ota. Ha, yaxshi. O'zing bilib qilyapsanmi ish qilib? Yo'q, onam aytdi. Ishlari qilsang qil, bo'lmasa uydan haydayman deyapti. Ha, shunaqami? Ha, shu ishlarni qilib qo'yay, yana uydan haydalib ketmay. Ha, qani edi onang shu gapni menga ham aytsaydi-ya. Nima qilardingiz? Siz ham ishlarni qilarmidingiz? Qilmasdim. Menga bahona bo'lardi-da. Hayot sizni oldingizga yana kelishimga majbur qildi. Qarang, o'zi siz shunday aqlli insonsizki, sizni qo'lingiz yengil. Yaxshi shifokorsiz. Rahmat. Xo'sh, nima masalada keldingiz? Ha. Xotinimni ko'richagini oldirishga keldim. Buni iloji yo'q. Nega? Axir 2 yil oldin ayolingizni ko'richagini oldirgansiz. Inson hayoti davomida bir marta ko'richagini oldiradi. To'g'ri-ku-ya, lekin inson hayoti davomida yana uylangan bo'lishi mumkin-ku. Kenayi, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Ha, kim Aftuna? Qalaysan? Voy, bu ozib ochilib ketibsizmi? Diyeta qilyapman. Qanaqa diyeta? Kartoshka, sabzi, lo'lagi. Menga ham o'rgating, ular nima qilish kerak? Qaynatish kerakmi yoki qovurish kerakmi? Uni mehnat qilib ekish kerak. Qoch nari tur. Otam shu ayol kishi bilan urushmaslik kerak ekan. To'g'ri, urushsangiz ham avval o'zingiz borib uzr so'rashingiz kerak. Xuddi shunday. Keliningiz bilan men ham urushib qolgandim. Bugun nonushta vaqtida o'zim uzr so'radim. Xotinjon, uzr, mendan o'tdi deb. Kelin xursand bo'lib ketgandir. Ha, rosa xursand bo'ldi. Keyin nima dedi? Kechirdim, faqat bu ovqatni yemang, sizga boshqa tayyorlayman dedi. Ayolni xafa qilmaslik kerak-da, o'shaning uchun. Xuddi shunday. Mana shu yerda tushasizlar endi. Mana. Cho'ringlar. Keldingmi? Ha? Bu yoqqa piyoda ketamizmi? Iya, siz bilan bekatgacha kelishganmiz-ku. Ha, bekatgacha nima? 3-4 qadam yet olasan. Piyoda borsang, ozasan. Gaylar bor. Hujjat chataq, ukam, hujjat. Tinchlik kerak. Yaxshi ish qilmadingiz lekin, Hasanboy. Boshni qotirmang. Piyoda yurish sizga ham foydali. Yo'lkiran cho'zing, yo'lkiran. Ishi qolinglar. Mang. Yo'lkira 8000 qishloqning ichida. Damaslar 5000 dan-ku? U Damas. Siz yengil mashinada keldingiz. Farqi bor. Insofni ham yutib yoribsiz, a? Ko'p gapirmang, 8000 dan uzatinglar. Mang. Tavba qildim. Qaytim yo'q bunga, mana. Mana bu sizga. Mana sizga. Mana bu esa singlim sizga. Bu nimasi Hasanboy? 2000 pulimizni bering. Qayerdan topaman 2000 ni? 2000 ligim yo'q. Bu konfet o'zi 3000 turadi. Hali ham minusga kiryapman. 2000 kerak o'zimizga ham. Mayda pul yarab qoladi. Namuncha mayda gapsan. Konfetni so'r, sax chaynamagandan keyin tosh mashinadan. Vijdoning ham qolmabdi o'zi, Hasanboy. Hayda. Keling ukam xizmat. Shu yoningizga ish axtarib kelgandim.
Qo'lingizdan nima ish keladi, ukam? Rostini aytsam, qo'limdan hech ish kelmaydi. Afsus. Bunday lavozimlar hammasi band edi-ku, ukam. Shunaqami? Ne umidlarda kelgandim qishloqdan. Qishloqdan? Qayerda turasiz o'zi? Galatepa qishlog'ida. Galatepadan? Ha, u yerda meni Hasanim turadi. Ana bu mo'ylov mana bunaqami? Aytdim o'zi kimgadir o'xshatyapsiz dedim. O'zi qayerda ishlaysiz? Mahalla komitetida ishlayman. Mahallada ish yaxshi-yu. Endi shu mahalladan ko'ra yaxshiroq joyga, bir afzalroq joyga ishga kiray deb kelgandim-da. Sizga topib beradigan ishim yo'q, lekin nasihatim bor. Xo'sh, qanaqa nasihat? 3 narsani eng sarasini, eng afzalini tanlang. Shirin taom, yumshoq to'shak va go'zal uy-joy. Agar bunga qurbim yetmasa-chi, bu mablag' yetmasa-chi, kambag'allik yo'l bermasa-chi. Faqat qorningiz och qolganida tamaddi qiling. Mana shu eng shirin taom. Astoydil qilingan mehnatdan keyin mirqib dam oling. Eng yumshoq to'shakda yotgandek his qilasiz o'zingiz. Odamlar bilan yaxshi muomala qilsangiz, ularni qalbidan joy olasiz. Bu esa yer yuzidagi eng go'zal oshyondir. Tushunarli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo'l bo'lsin. Tuman markaziga o'tib keling. O'tir, bekatgacha olib chiqib qo'yaman 8000 ga. Voy, bu 8000 ga tuman markazigacha yetib olaman-ku. Damaslar bugun yo'q, o'zing bilasan. Bekatgacha chiqaman deydigan bo'lsang piyoda 1 soatda chiqasan. Mashinada tez yeta olasan, ukam. Yana o'zing bilasan, mayli. Mayli, siz ham mashinangizga bir chiqib ko'ray. O'tir. Voy, kichkina odamlar ekan qo'rqadi. Shunaqa ukam. Mana yetib keldik. Sho'ringlar. Bekatga yetib kelmadik-ku. Hasanboy shu yergacha olib keladi doim. Vaqt pul turadi. Tez tushinglar, yo'lkirani bering. Mana sizni qaytimiz. Mana. Rahmat. Qaytimini mana. Oling. Yaxshi. Mana bu ukam, sizni qaytimiz. Qani singlim? Rahmat. Mana sizni qaytimiz singlim. Yana konfetmi? Ko'p gapirmasan tushaveringlar. Bu odamda hech konfet tugamas ekanda. Tushunmadim. Hozir biz 2000 pulimizga 150 so'mlik konfet qaytardimi? Har doim shunday qiladi, noinsof. Noinsof bo'lsa, insofga keltirish kerak. Qanday qilib? Hamma narsani yo'li bor-ku, otam. Biron rejang bormi, o'g'lim? Mana singlim. Mana shu hujjat so'raganmidingiz? Yes, good. Inglizcha gapiryapsizmi? Ha? Siz doktormisiz yo ingliz tili o'qituvchisimisiz? Hozirda doktorlar ham ingliz tilini o'rganyapti. Yaxshi. IELTS'dan bormi? Ha? Listingdan nech bal olgansiz? 8,5. Juda soz. Quloqiga gap kiradigan qiz ekansiz. Meni bir o'g'lim bor. Sizni kelin qilaman. Voy, qo'ying, amaki uyaltirmang. Rahmat. Jazor qiz ekan. O'g'limga bugunoq aytaman. Hali ham speaking so'ramadi.
Axir 9 olganman. Bilganida fikridan qaytib qolardi. Xudoga shukr. Adash choy tayyorlab qo'ydim, men ketdim. Qayoqqa ketyapsan? Bozorga borib kelay ertaroq, bugun yuk keladi. Yo, o'zingiz olib chiqib qo'yasizmi? Damasda ketavergin. Bilasizmi, meni yurishim qimmat. Bo'pti, mayli. Mana qara, aytgancha, shu konfetni yana ham arzonroq topish iloji yo'qmi? Voy, insof sari baraka de, adajonisi. Bor yo'g'i 150 so'mdan tushadi donasi sizga. Ko'p gapirma, foyda qilish kerak. Iloji bo'lsa, qolib ketgan tekin joyini topish kerak. Siz buni odamlarga berasiz. Hech kim konfet so'rmaydi hozir. Otvoradi. O'zi so'rmasa, bolasiga, jiyaniga berishi mumkin. O'ylab gapiryapsizmi? Ko'p aqllilik qilma, aytganini qil. Bo'pti, xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tir, ketdik. Yana yarim yo'lgacha olib borasiz, lekin pulini oshig'i bilan olasizmi? Xohlasang shu, xohlamasa yana. Changga botib, bemalol o'zing tushib ketaverishing mumkin. Mayli, siz bilan yetib ola qolaman. O'tir. Mana, yetib keldik. Yo'l kirani uzatinglar qani. Yasha, rahmat. Mana. 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 Mana bu biz yo'l kiramiz. Bu nima? Yo'l kira? Qanaqa yo'l kira? Bu konfet-ku. Siz bizga bergan qaytimlarni yig'dik-da, aka. Biz qaytimga indamay olyapmiz-ku. Demak, siz ham yo'l kiraga indamay olishingiz shart. Bu adolatli. Kiring. Yaxshimisan Maftun? Yaxshi. Sani o'zimni ham qishlog'im deb ataylab yoningga kelgandim. Qanaqa doktorsan? Nimaga? Nima bo'ldi? Kecha yoningga keldim. Kechqurun uxla olmayapman. Uyqu yo'q dedim, to'g'rimi? To'g'ri. 200 minggacha sana. Uxlab qolasan deding, to'g'rimi? To'g'ri, sanadingmi? Sana olmayapman. Nimaga? 200 mingga yetib bora olmay tong otib qolyapti. Kelmabsizlar. Alaykum assalom. Kenayi, anu ketmaydigan pomadangizni berib turing. Voy, nima qilasan? Uchrashuvim bor edi. Bu yoq to'y ekanda. Ha, shunaqa shekilli. Mayli, baxtli bo'lgin. Kenayi,
turmushga chiqish degani o'zi nima? Turmushga chiqish degani voyaga yetgan erkakni o'z tarbiyangga olasan degani. Ota-onasi tarbiya qilmaydimi? Azizam, ota-onasi eplolmagandan keyin senga berishga majbur bo'ladi. Tushunarli. Oltin baliqcha. Qani edi sen ham gapirish bilganingda? Hamma gaplarim senga ko'p edi. Maftuna toming ketib qoldimi? Kim bilan gaplashyapsan? Baliqlar bilan gaplashyapman. Baliqlar bilan? Baliqlar gaplashishni bilishmaydi-ku. Shu baliqlar nega bilmas ekan gapirishni? Bilmasam, suvga boshingni tiqib so'rab ko'rasizlardan. Bor, yo'lingdan qolma. Hozir yigitim keladi. Uchrashuvim bor. Voy, men ham senga gap ochish uchun kelganim yo'q. Hech xavotir olma. Men uylanyapman. Kimga? Shahardan bitta zo'r qiz topdim. Boy. Ish qilib, sevib uylanyapsanmi yoki boyligiga uchib uylanyapsanmi? Sen meni kim deb o'ylayapsan, ha? Boyligini sevib uylanyapman. Alfons. Kiravering. Assalomu alaykum, rais buva. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Ishlar qanday bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Chaqirgan ekansiz, tinchlikmi? Ha, chaqirtirdim. Tinchlik. Dushanba kuni tuman markazida katta majlis bo'ladi. Bilasan-a? Hisobotlarni topshirishimiz kerak. Ha, esimda. Bizda hammasi yaxshi-ku. Ha, yaxshi ekan, ko'rib chiqdim. Lekin bitta bandni bajarmagan ekanmiz-da. Qaysi bandni? Mana, yarashish komissiyasi ishlamagan. 6 oydan beri biror ish qilmabmiz. Endi yarashtirish komissiyasi ishlashi uchun kimdir janjallashi kerak, er-xotin urush kerak-da. Bizda hammasi tinchlik-ku. Bu gapni borib aytsam, ular menga ishonishadimi? Ishonishmaydi. Ham bitta ikkita oilani yarashtirib qo'ydik desak, o'zimizga foyda bo'ladi. Ishlaganimiz ko'rinadi. Nima qilamiz unda? Hayronman. Sen nima deysan? Endi qishloqda bir-biridan arazlashib yurgan birortasini eshitmadim lekin rais buva. Shuni aytaman-da. Menda lekin bitta g'oya bor. Xo'sh, birorta oilani yozib qo'yaveraylik, yarashtirdik deb. Yozib qo'yavering deysan. Birov kelib tekshirib qolsa nima qilamiz? Nima deymiz? O'sha oilaga aytib qo'yamiz. Ogohlantirib qo'yamiz. Undan keyin rais buva kimga zaril kelib tekshirish? Baribir bilib bo'lmaydi-da. Ehtiyotkorlik yaxshi deysiz-da. Ha, bo'pti. Xo'sh, kimni yarashtirdik deb yozamiz? Endi bilmasam kimni yozamiz. Ana Hasanboy akani yozaylik. Uyi ham yaqin. Keyin sizga yo'q demaydi, bir og'iz aytsangiz. Ha, yaxshi. O'zini ham borib ogohlantirib qo'yib bo'lmasa. Tur. Uyiga boramiz. Uyiga? Bo'ldi, ketdik, yuring. Shoshma. Men qara. Bu narsa olib olamizmi? Bu narsa? Ha? Bu narsa olib nima qilasiz? Baribir bu narsa olishimiz kerak-da. Quruq bormaymiz-ku. Qo'ysangizchi, mehmondorchilikka ketmayapmiz-ku, ish yuzasidan ketyapmiz. Noqulay-da bu. Qishloqchilik bir narsa olsak yaxshi bo'lardi. Qo'ysangizchi, qishloqchilik deb butun umr shu qishloqda yashadingiz-a? Butun umr dema. Hali umr tugagan yo'q, balkim shaharga ko'chib o'tarman. To'g'ri, shaharga ko'chib ketish kerak. Men ham shu shahardan bitta yaxshi boy qiz topsam, shunga uylanib shaharga ko'chib ketaman. Menga qara, shahar qizlariga toza oshiq bo'lma. Men senga shu yerda zo'r qiz topib qo'yganman. Rostdan. Qodirqul fermer bor-ku, shuni qizini. Aqlli, juda ajoyib qiz. Xo'sh. Uni ustiga agar kimda kim qizimga uylansa, shu traktorni ham qo'shib berib boraman dedi. Rostdan. Ha? Yo'q-e? Bo'lmasa tezroq rasmini ko'raylik. Rasmini? Qiz rasminimi? Topamiz. Qizni nima qilaman? Traktor rasmini. Traktor qanaqa ekan? Yere, seni qarayu. Traktorni nima qilasan? Traktor bilish kerak-da qanaqaligini.
Sizni analiz javoblaringizni ko'rib chiqdim. Xo'sh. Kasalligingizni asosiy sababchisi spirtli ichimliklar, ya'ni alkogol mahsulotlari. Xudoga shukr. Bormiz dedi doktor. Kimga borsam o'zing aybdorsan, o'zing aybdorsan deydi. Ha, aybdor spirtli ichimliklar ekanmi? Hasan aka! Va Hasanboy aka! Hasanboy, Va Hasanboy aka! Uydagan ishqa? Ya, uyda ekan. Albaylar, kelinglar. Kelinglar. Assalomu alaykum, oqsoqol. alaykum assalom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar. Qani, marhamat uyga. Ha, yo'q, biroz gapimiz bor edi. Shunga kelgan edik. Ha, bir og'iz bo'lsa, 10 og'iz qilamiz. Rais har kun meni uyimga kelib yurgani yo'q-ku. Qani, uyda gaplashamiz. Kiring. Rais boy yuring. Uyda baxfurja gaplashamiz bo'lmasa. Ha, mayli. Qani, marhamat. Kelinglar. Ilohi amin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Shu xonadonda hamisha to'ylar bo'lsin. Hamisha mana shunday inoq bo'lib yashanglar. Oilaga ko'z tegmasin. Amin. Allohu akbar. Rahmat oqsoqol, rahmat. Ha, Hasanboy, siz yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimisiz oqsoqol? Kelin, siz yaxshimisiz? Rahmat, yaxshiman. Sizlar o'tirib turinglar. Men palovxon to'g'rani bir zumda tayyorlab kelaman. Yo'q, shoshmang qizim. Kelin, urinmang. Nega rais boy? Akendayni oshini bir maza qilib yerdik. Ha, yo'q, osh yeyish qochmaydi. Biz ikki og'iz gapimiz bor xolos. Oshga bafurja keyin kelamiz. Qanaqasi bu boshqa? Hozir bir pasda tayyorlaydi oqsoqol. Nimasi bor? Endi Hasanboy o'zi menga ham noqulayroq bo'lib turibdi. Lekin bir yordamingiz kerak. O'zing tushundirasanmi? Ha, mayli. Xullas, dushanba kuni tuman markazida shu rais boyamizni 6 oylik ish sarhisobi bo'ladi. 6 oylik hisobotni topshiradilar. Xo'p, bizda nima xizmat? Gap shundaki, hamma hujjatlarimiz joy-joyida. Bitta shu yarashtiruv komissiyasi degan joyi shu bo'sh turibdi-da, qarang. Ha. Yarashtiruv komissiyasi o'zi nima degani? Yarashtiruv komissiyasi degani qarang. Endi oilalarda janjal bo'lib qolsa, urush bo'lib qolsa, mahalla boradi, rais boyamiz yarashtiradi. Agar xotin onasiga ketib qolsa, borib olib kelib beradi. Agar ozgina nodonroq bo'lsa, urushib qo'yadi. Xullas, shu oilani yarashtirib, oilani muqaddas ekanligini tushuntirib beradilar-da. Ha. Shunaqa. Tushunarli. Keyinchi. Xullas, o'sha bo'sh joyni to'ldirishimiz kerak-da. Qaysidir oilani urushgan deb yozib, keyin biz yarashtirdik deb yozishimiz kerak. Shunga endi bizda urushgan oilalar bo'lmaganligi sababli shu silani oilalarni tanladik-da. Ha. Voy, biz urushmaganmiz-ku? Ha, iloyim urushmang kelinjon. Bu rasmiyatchilik, shunchaki qog'ozga yordam kerak. Shunday bayonnoma rasmiylashtiramiz. Palonchi mahalla, palonchi uyda yashovchi mana Hasanboy akamiz hamda Nigoraxon eri xotinlar o'zaro ozgina janjallashib qopti. Biz mahalla komissiyasi, o'sha yarashtiruv komissiyasi kelib, ularni yarashtirib qo'ydik. Hozirgi kunda tinch, totuv yashashmoqda deb yozib qo'yamiz, tamom. Shu gap. Voy bo'lmasam. Bu el yurt yonida qanaqa boshimni ko'tarib yuraman? Odamlarni, mahallani ko'ziga qandoq qarayman? Mana non. Hech qachon biz urushmaganmiz. Bo'ldi xotin. Shoqin solmagin. Men roziman. Bu bayonnomangizga bizni kiritsak kirita qoling. Qog'ozda ekan-ku. Buni hech muammoli joyi yo'q, onasi. Men hech qachon bunga qarshiman. O'zlariga borib boshqa aktyor topishsin. Kelinjon, unday qilmang. Hozir oppoq soqolim bilan kimning uyiga boraman? Bir yordam berib yuboringlar. Kenayi bir marta xo'p deng. Rais boyamiz kam ta'minlangan debda moddiy yordam yozib beradi, ha? Ha? Menga hech qanaqa yordam kerak emas. Men rozi emasman. Nimaga rozi emassan?
Biz biron marta ham urushmagan bo'lsak, yarashtiruv komissiyasi biz eshigimizni bir marta ham taqillatmagan. Men qanday rozi bo'lishim mumkin? Rozi bo'lasan. Yo'q, hech qachon. Rozi bo'lasan dedim. Yo'q dedim. Nima sen hali eringni gapini ikki qiladigan bo'ldingmi? Bir tushiraymi? Nima? Hali meni urmoqchimisiz? Men sizga yerdan chiqqan qo'ziqorinmanmi? Urib ko'ringchi. Qamoqda chirtaman sizni. Bir mushka qamatmaydi. Televizor ko'rmasligi shotdan ma'lum-da. Molni tegin tozalab yuraverasiz. Qattan ham bilarsizmi bunaqa narsalarni? Asabimga tegma. Hozir bir tushiraman. Ha? Qani bu tushiring. Erkakmisiz? Uring. Uring dedim. Uraman. Uraman. Hey, Hasanboy, Xatim qilsa. Menga qarasan. shoshmang. Sen nima? Ular bo'lsa men sharmanda qilaman. Ular Nimaga bo'lishimiz kerak? Nega hammasini xotlab borasizmi? Naqdagi yo'q bo'lasizmi? sen gap qo'yasan. Bular endi qon chiqadi. Aybimda qo'shib javob berasizmi? Nima deb kelgana? Hozir bor. Menga qara, oshirib yormadingmi, ha? Tur, ajrataylik bularni. Men qarang rais buva, hozir ikkalasini ham quturgan payti. Hozir biz kiradigan bo'lsak, u narsa bizga ham uchib kelishi mumkin. Yaxshisi bu yerdan juftaktirib rostlaylik. Yo'q. Ha, turing qani. Tura qol bo'lsa. Menga qara. Ha, juda xunuk ish bo'ldi-da. Ha, bizda aybimiz bilan rostakam urushib ketishdi-ku bular. Endi nima qilamiz? Rais buva indamang. Qaytaga yaxshi bo'ldi. Ha, bu nima deganing? Qaytaga yaxshi bo'ldi deb. Rais buva, o'zingizni bosing. Bular bemalol shoshmasdan urushaversin. Ertaga ertalab kelamizda, yarashtirib ketamiz. Nima? Rais buva, qo'lni tashlang. Endi bemalol bayonnomani rasmiylashtirib yozsak bo'laveradi. Yashashin mahalla fuqarolar yig'inida tashkil etilgan yarashtiruv komissiyasi. Bular endi qon